Salom, kichik do'stlar. Men Sharifa opa. Bugun biz kitob o'qiylik. Bu kitobning ismi Bir cho'ng qalpoq. Kichik do'stlar, bu rasmniki nima? To'g'ri, bu qalpoq. Kichik do'stlar, bu rasmniki nima? To'g'ri, bu rasmniki shlapa. Bu-chu? Bu nima? To'g'ri, bu shapka. Shapka. Kichik do'stlar, bu nima? Bular nimalar? To'g'ri, bu bizning Uyg'urlarning do'ppisi. Do'ppa. Voy, bu nima-da? Bu nima? To'g'ri, bu posma. Posma. Amsa bugun bizning o'qimoqchi bo'lgan kitobimiz Bir cho'ng qalpoq. Ya'ni bu rasmni ko'rdinglarmi? Bir odam cho'ng qalpoqdan birini beshiga kiyibdi, ha? Qarasak bu yanada bir ish bor ekan, bir mushuk bor ekan. Amsa bu hikoyani o'qiylik, ha? Bu kim ekan? Bu bir odam ekan. Bu odamning ismi Tursun ekan. Tursun bir cho'ng odam ekan. Voy, bu Tursunning nimasi bor ekan beshda? Nima kiyibdi? Ishlab kiyibdimi yoki? To'g'ri, Tursun bir qalpoq kiyibdi. Voy, bu nima hayvon? Bu hayvonning ismi nima? To'g'ri, bu mushuk. Mushuk qanday nima qildi? Miyav. Miyangshiydi shundami? To'g'ri. Bu mushuk. Bu mushukning ismi Mamat. Ya'ni bu Mamat mushuk. Voy, Mamat mushuk qani? To'g'ri. Mamat mushuk qalpoqning ichiga kirib olibdi-ku. Kichik do'stlar, bu nima hayvon? To'g'ri, bu it. It nima qildi? Havshiydi. Hav, hav, hav. Bu itning ismi Rishad. Bu Rishad it. Rishad it qalpoqning tepasida o'tiribdi. Apla. Miyav, debdi Mamat mushuk. Chunki Rishad it Mamat mushukning tepasida o'tiribdi. Shuni bilan Mamat mushuk nima debdi? Rishad it qo'pqin. Qo'pqin debdi. Qaranglar, bu mushuk, Mamat mushuk xo'shmikan yoki xapulab qopdimi? To'g'ri, bu Mamat mushuk xapulab qopdi Rishad itni. Meni tepamda o'ltirib oldi deb. Endi bu Tursun bu yoqda turdi. Tursunmi xapulab qopdi? Tursunmi Rishad itni xapulab qopdi? Tursun nima debdi? Rishad it, qo'pqin, tez o'rnini qo'p. Qaranglar, bu rasmni bo'pti. Tursunmi? Hech nima bo'lmabdi, umi yaxshi bo'lib qopdi. Rishad itmi? Umi yaxshi ekan. Mamat mushukmi? Hech nima bo'lmabdi, umi yaxshi ekan. Tugadi. Bu mushuk nima qilibdi? Bir ko'zni qisibdi, shunami? Sizlar bir ko'zinglarni qisib, tugadi deyalamsizlar? Tugadi. Xo'sh, kichik do'stlar, kelar qatam ko'rishaylik.